dolzarb masalalardan bittasi kimnidir topib olib o'sha bilan yashab yurgan yoki o'sha bilan gaplashib uchrashib yurgan o'g'il bola bo'lsa aslida to'g'ri aytish kerak bu narsani. Mana ko'chada ketyapsiz, masalan, ayollarga ko'zi ketish kerak erkak kishini. Erkak kishini darrov bilasiz, ko'z bilan yevoriydi deydi, chunki xohishi bor sizga. Ana shunaqa narsaga e'tibor berish kerak birinchi. Er bilan xotin haftada kamida bir haftada bir marta. Bo'lmasam, eng kamida o'sha bir marta, ikki martadan yaqinlik bo'lib turish kerak. Porno zavisimiz, ya'ni porno filmlarga bo'lgan bog'lanish. 12 yosh, 11 yoshdan hali jinsiy qo'zg'alish boshlanib, hali uni rivojlanishidan oldin shu porno filmlarni ko'rish. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt eyakulyatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizdan kelgan savollarga javob berishni davom ettirmoqchiman. Juda ko'p erkaklar uylanib bo'lgandan keyin, ya'ni ayoli bilan shu asal oyi davrida ham darrov shu ayoliga bo'lgan qiziqishi so'nib qolishi, ayoliga bo'lgan o'sha ishtiyoqi, moyilligini tezda so'nib qolishiga nima sababli bo'ladi degan shunaqa savol kelibdi. Bu haqiqatda bugungi kundagi dolzarb masalalardan bittasi. Men birinchi bo'lib nimani aytmoqchiman? Men endi seksopatolog bo'lganim uchun o'sha bepushtlik bilan kelganda yoki oiladagi disgamiya bilan kelishganda birinchi o'sha shubha qiladigan narsamiz, ya'ni erkak kishida orientatsiyani buzug'ligi yo'qmi deb. Bu millatga yoki tarbiyaga, boshqasiga bog'liq emas. Tug'ilgan o'sha insonlarning ichida 1%gacha o'sha insonlarda moyillik bo'ladi. Agarda shu moyillik rivojlansa, shunga sharoit tayinlansa, demak odamda shu orientatsiyani buzilish holati kuzatiladi. Dunyoda o'sha Yevropada ham, Amerikada ham nimaga bular ko'p? Chunki bu narsani o'sha doktorlar 90-yillarda ko'rsatib berishdiki, ya'ni bu tug'ma moyillik bor bu odamlarda, lekin sharoit qilinadigan bo'lsa, bu odamlar rivojlanib ketadi. Ya'ni bu aybdor emas degan narsani oldinga surishadi. Keyin buni o'sha kasalliklar o'sha kvalifikatsiyasidan olib tashlashadi. Bu bizda ruhiy kasallik hisoblanardi. Keyinchalik xalqaro o'sha kvalifikatsiyani kasalliklar kvalifikatsiyasidan ham olib tashlab bu narsa, demak bu tug'ma muammo ekan degan narsa keladi va bularga o'sha faqat nima emas, o'sha sharoit qildirib berishni kuchaytiramiz va shunga ko'proq rivojlanish uchun, moyillik rivojlanish uchun sharoit tug'dirib beradigan bo'ldik. Shuning uchun bular rosa ko'payishyapti va o'sha Yevropada ham, Amerikada ham sharoit yaratilgani uchun bu narsa ko'payapti. Bizda endi bu narsa qoralanadi, даже erkaklar ayollarning o'rtasida bu hech qachon qabul qilinmaydi. Qarindoshlar, teng bo'lib oilaning a'zolari tomonidan bu bizda juda katta sharmandagarchilik, oilaning uchun dog' bo'ladigan narsa bo'lib qabul qilingani uchun buni bekitishadi. Даже mana ko'p holatlarda uylanishadi ham, undan keyin ayoli bilan yotish degan narsa yo'q, oylab yotilmaydi. Keyin kunlarning bir kunida xotinimi kimnidir telefonidan o'shanaqa har xil o'sha temalarga kirib deydi, bunani tema deb aytishadi, shunaqa kirib
kimlar bilan yozishayotganligi, kimlar bilan o'sha muloqot qilayotganligini keyin bilib qolib, "Voydod" deb keyin oldimga chopqillab kelishadi bilib qolgan kuni ertalab to'polon bilan, boshqa bilan. Endi bu o'sha uylanishini sababi birinchi bo'lib o'sha o'zini oqlab olish uchun odamlarning oldida, lekin o'sha uylanib olib ham bitta yarimta narsa aloqa bo'lib, homila ham bo'lib, tuqqan ham bo'lishi mumkin, lekin o'zi keyin o'sha o'rgangan kursi o'rtada qo'ymas degandagi kimnidir topib olib o'sha bilan yashab yurgan yoki o'sha bilan gaplashib, uchrashib yurgan shunaqa narsa holat bo'ladi. Shanba kuni oldimga qizimiz keldilar, mana shunaqani ko'rib qoldim, topib oldim deb. Men aytaman, "Xo'p, nimaga ko'zingiz qayerda edi uchrashuvga chiqqanda, gaplashganda?" Demak, bizda shu xavotirlik ichimizda bo'lish kerak. O'sha men aytamanki, ko'proq shubhalanish kerakki, shunaqa emasmikin? Men xato qilib qo'ymayapmanmi shu tanlashimda, ertanlashda, boshqa qilishda? Siz rozi bo'lmasangiz, hech kim sizga zo'rlab ota-onangiz turmushga bermaydi-ku. Ko'zingiz qayerda edi? O'g'il bola bo'lsa, aslida to'g'ri aytish kerak bu narsani. Mana ko'chada ketyapsiz, masalan, o'sha ayollarga ko'zi ketish kerak erkak kishini. Lekin aqli borki, darrov o'zini to'xtatib oladi. O'sha begona ayollarga qaragan erkak, demak, o'sha orientatsiyasi to'g'ri erkak hisoblanadi. Bu bittasi. Keyin surishtirganingizda, nabarot o'sha kimdir yaxshi ko'rgan qiz, bu kimdir bilan uchrashga harakat qilgan boshqa, bu yaxshi narsa. O'zi nabarot uchrashuvda hech kim qizlarga qaramaydigan bo'lsa, siz bilan yurganda faqat siz bilan muloqot qilayotgan bo'lsa, ko'zi ketmayotgan, boshqasi, shunda siz shubha qilishingiz kerak. Nega bu bunaqa qilyapti deb. Yoki sizni quchoqlashga yoki sizga tegishga shu harakat qilmayotgan bo'lsa, bundan ham kattaroq shubha bo'lishi kerak. Nega bu bunaqa o'zini nima qilyapti deb. O'g'il bola qiz bola bilan darrov uchrashuvga chiqqanda agar haqiqatda orientatsiyasi o'zida normal holatda bo'ladigan bo'lsa, baribir sizga teginib ketishga, boshqa qilishga, shu o'zini yaqinroq tutishga, tem bo'l agarda uchrashuvga chiqqan bo'lsa, shunga yaqin bu temalarda ham chiroyli gaplar gapirishga, boshqa qilishga, har xil namyoklar deymiz, shunaqa narsalarni qilish, hazillashish, boshqa degan narsalarni qiladi erkak kishi. Agressiya degan narsa bo'ladi. Testosteronni yuqori o'sha ayollarni xohlaydigan erkaklarning o'zini xarakteriga, erkaklarga mos o'sha xarakter bo'ladi u narsadan. Ana o'sha narsaga kattaroq e'tibor berish kerak. Agarda shu ko'ryapsiz, demak ayollarga e'tibori bor, ko'zi ketyapti, boshqa qildiryapti, sizga shu qanaqadir shu harakatida ham, ko'z bilan qaraganda ham ayolni erkak kishini darrov bilasiz, ko'z bilan yevoriydi deydi, chunki xohishi bor sizga. Ana shunaqa narsaga e'tibor berish kerak birinchi. Mana shu aldanib qolishdan, ya'ni sizdagi orientatsiyasi buzilgan erkaklar bilan rozilik berib qolishdan birinchi o'sha orientir va qo'rqish kerak va bo'lish kerak. Keyingisi temperament deymiz, demak sizdagi bo'ladigan o'sha uni temperamentini o'rta yoki past holatda uchrashi mumkin. Ana o'sha erkaklarda bu holat ham norma hisoblanadi. Yangi turmush qurgan o'sha er bilan xotin haftada kamida bir haftada bir marta, bo'lmasam eng kamida o'sha bir marta, ikki martadan yaqinlik bo'lib turish kerak. Bu temperamenti past insonlar uchun normal hisoblanadi. Lekin har kuni ham bir nechtadan ham yaqinlik bo'lishi mumkin. Bu temperaturada yuqori erkaklarda bo'ladigan holat. Endi qizlarimizda ko'pincha mana bu savol yozayotgan ham qizlarimiz shunaqaki, temperamenti yuqori ayol-ku, turmush qurguncha ham o'zini qoniqtirib yurgan yoki shunaqa ko'p porno filmlar ko'rgan o'g'il bolalarimiz o'ylaydi, qizlarimiz bunaqa ish qilmaydi deb, lekin qizlarning ichida ham vaqtga qarshi yuqori temperamentli, o'sha hirsi baland qizlarimiz bor. Ular tezroq turmushga chiqqandan keyin o'sha tezgina o'zini o'sha xohishlarini qondirib, o'sha o'z nimaga erishib oladi-ki, lekin bularni bilan o'sha erga teganda erini temperamenti past bo'ladigan bo'lsa, o'rtasida disgarmoniya, ya'ni o'sha xohishlarni va yaqinliklarni bir-biridan qoniqishi holatining o'rtasida tafovut paydo bo'ladi. Bu
Demak, o'sha ikkinchi holat temperamentlarni har xilligidan kelib chiqadigan narsa. Birinchisi o'sha orientatsiyani buzilishi deb aytsak, ikkinchisi shunaqa holat. Uchinchisi eng ko'p hozirgi kunda uchraydigan holatlardan bittasi erkaklarda o'sha har kuni menga har xil viloyatdan juda ko'p o'sha bu sohada, ya'ni mana seksopatolog sifatida murojaat qilib kelishadi. Bu porno zavisimiz, ya'ni porno filmlarga bo'lgan bog'lanish ham jismoniy, ham ruhiy qaramli. Shu narsaga o'rganib qolgan. Bizda yigitlar hozir mana telefonlar chiqib ketdi. 12 yosh, 11 yoshdan hali jinsiy qo'zg'alish boshlanib, hali uni rivojlanishidan oldin shu porno filmlarni ko'rish va shunga bog'lanib qolish va shunga qaram bo'lib qolish holati juda ko'p. Kino ko'rib o'zini qondirib yurgan paytida miyasi shuni normal holat ekan deb shunga qarab shakllanib qoladi. Juda ko'p bolalarimizda bu vaqtli, ya'ni 16-14 yoshdan oldin bo'lgan bolalarda ko'proq shunaqa porno zavisimiz bo'lib qoladi. Keyin bular eshitadiki, sal nariroq o'tgandan keyin bu ziyon narsa, buni orqasidan shunaqa qaramlikning orqasidan erkak kishida zaiflik, o'sha impotensiya deb aytishadi, impotensiya bo'lar ekan degan gapni eshitib qolgandan keyin tashlashga harakat qilishadi. Qutulib ketishni olmaydi. Har gal o'ziga bu oxirgi marta qilyapman, boshqa qilmayman degan gaplarni gapiradi. Ya'ni uylansam menda keyin muammo bo'lar ekan deb o'zini kodirovat qilib qo'yadi nikoh kuniga, o'sha to'y kunidan keyin ayolning oldiga kelganda unda hech narsa hosil bo'lmaydi. Chunki yillar davomida o'sha porno qaramlik va Kadirovni o'zini kelgusida kutuvchi nevroz deb o'sha narsani aytamiz. Menda muammo bo'ladi va men ayolim bilan qo'shila olmayman degan narsani miyaga olib, o'zini o'sha gipnoz bilan, ya'ni kod bilan o'zini o'sha kuniga tayyorlab qo'yadi va o'sha nikoh kechasi yaqinligiga yaramaydigan holat bo'ladi. Keyin boshlanadi mana shanba kunlari kechigida mana yana manda как обычно soat 3dan keyin, 2dan keyin telefon boshlanadi. SMSda kelib, boshqa qildirib, nima o'zim otaman, bo'lmadi, sharmanda bo'ldim, balobatda. Xo'p, nima qilarding shungacha yurib, oldinroq, vaqtliroq kelib, shu qaramlikdan qutulib ketsa bo'lmaydimi? Bu narsani respublikada birinchi bo'lib, shu men 20 yildan shu ko'tarib kelganman. Baribir bu o'sha telefonlar, porno saytlar har xil VPNlar orqali topilib bolalar shu bilan bir-biriga ссылка berib, shu narsadan pользоваться qilib kelayotgani uchun bu narsa kengayib boryapti. Albatta, bu narsalar insonni buzishga va qaramlikni chaqirishga birinchi yordam bo'ladi. Demak o'sha eringizda bo'layotgan xotinga bo'lgan sovushlik bo'ladigan bo'lsa, demak birinchi kundan o'ylash kerakki, demak bunda hech qanaqa sizga nisbatan o'sha porno zavisimiz bormi, yo'qmi? Bolalar chopqillab borib, hammomga kirib, o'sha porno filmni ko'rib, o'shandan ereksiya hosil bo'lgandan chopqillab kelib, ayol bilan yaqinlik bo'lishga harakat qiladi. Porno zavisimiz bo'ladigan bo'lsa, ularda doim qo'shimcha stimulyatsiya kerak. Demak, o'sha porno narsalardan foydalanishadi. Keyingi masalalardan bittasi, o'g'il bolada har xil jinsiy muammolar bo'lishi mumkin. Buni seksual patologiyalar deb aytiladi. Seksual patologiyalar turlari juda katta ko'p. Shuning uchun ham o'sha agarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, seksual patologiyalar bo'ladigan bo'lsa, uni urolog emas, ginekolog emas, demak seksopatologga olib kelish kerak. Seksopatolog uni sizga suhbatlashgan davrda buni kelib chiqish sababi nima? Qanaqadir ruhiy bir jarohat hisobigami yo unda haqiqatda seksual patologiyalar bormi? Seksual patologiyalarning turlari juda ko'p, lekin bular tegida kelib chiqishida ba'zida insondagi ruhiy o'sha o'zgarishlar, o'sha ruhiyatini yaxshi rivojlanmaganligi yoki skrit deymiz, yashirin ruhiy kasalliklar orqasidan bo'lishi mumkin, boshqa qildirishi mumkin, shunaqa narsalar bor. Buni faqat mutaxassis siz bilan gaplashib, boshqa qildirib uni diagnoz qo'ya oladi va unga davoni aytib bera oladi. Mana shu seksual patologiyalarni bizda to'g'ri diagnoz qo'ymaslikni va o'z vaqtida topilmasligining sababi bizda shu mutaxassislik
insonlar juda kam, lekin juda ko'plar shu sohani mutaxassisi bo'lmagani uchun hozirgi kunda mana YouTube'larda ham, Instagramda hammasida qo'shtirnoq ichida seksologlar paydo bo'lgan, bloger doktorlar, qovusishda aytaman bu narsani, paydo bo'lgan, sizga bo'lar bo'lmas o'sha maslahatim bilan birga, ya'ni bo'sh qolgan o joyi to'ldirish uchun bular o'zini namoyon qilib, har xil bo'lar bo'lmas qo'shtirnoq ichida turadigan bekorchi gaplar bilan sizni o'sha miyangizni chalg'itib qo'yishyapti. Faqat mutaxassis chumsuv so'ysa, qassob so'ysin deydi. Mutaxassisga borish kerak va qanchalik seksual patologiyalar sizda tush ko'radi, tushingizda masalan o'sha hayvonlarga yoki noodatiy seksual o'sha fantaziyalar hayolingizga kelayotgan bo'lsa, tezroq demak o'sha mutaxassisga borish kerak va o'sha birinchi bo'lgan fantaziyangizni, o'sha tushingizda bo'lgan holatda tezroq borib etiladigan bo'lsa, sizga to'g'ri o'sha sekspatolog yordam bera oladi va uylanguncha, o'sha turmush qurguncha bu narsani hal qilsa bo'ladi. Endi qizlarimizda ham seksual patologiyalar bo'ladi, lekin ular yaqinlik qilishga moyil, homilador bo'la oladi. Shuning uchun qizlarimizdagi o'sha bu seksual patologiyalarga katta e'tibor berilmaydi, boshqa qildirmaydi, chunki tuqqandan keyin o'zini reproduktiv funksiyasini bajargani uchun ularga kamroq bu narsadan e'tibor qilinadi. O'ylaymanki, mana shu holatlarda agarda sizda turmush qurganingizdan keyin, ozgina vaqtdan keyin, dastlab boshidan boshlab shu bir-biringizga bo'lgan ishtiyoq kuchli emas, bir xil emas, tortilmayapti, boshqa qildirmayapti, demak shubha bo'lish kerak. Mutaxassisga, sekspatologga murojaat qilinadigan bo'lsa, sizdagi o'sha tezroq muammoni tagiga yetib turib sizga maslahat beriladi. Qizlarimizda eng ko'p uchraydigan narsani bittasi bu vaginizm holati. Bu to'g'rida ham juda ko'p gapirib o'tiraman. Har kuni qattandir o'sha vaginizm bilan murojaat qilib kelishadi, lekin bularni o'sha ginekolog ko'radi, uni tagiga tushunmaydi. O'sha ginekolog tomonidan narkozlar qilib o'sha tibbiyot muassasasida yaqinlik qildirib ko'rishganmi, hali qo'shtirnoq ichida juda ko'p shunaqa ginekologlarimiz buni tagiga tushunmaydigan, lekin hal qilishga, pulini olib yordam qilishga juda ko'p berilib ketib qolishadi. Bunaqa holatda ham faqat o'sha mutaxassis sizga yordam bera oladi. Oxirgi yangilikni aytib o'tmoqchiman. Bizda Amerikadan Examine, o'sha Angliyada ishlab chiqarilgan o'sha birinchi bo'lib insonni o'sha mentalitetiga, xayoliga, fikriga ta'sir qiladigan o'sha texnologiyani olib kelgan bizda. Ya'ni sizda o'sha mental muammoni hal qilishda hozir bu masalan o'sha depressiv holatlarda, yengil seksual problemalarda qo'llanishni maslahat berilgan. Biza kompaniya bilan kelishib oldik. Unga o'zimizni ilmiy o'sha kuzatuvlarimizni qo'shib, ularga shu buni o'sha hozir ko'proq orientatsiyani buzilganligida, seksual ko'pgina problemalarda, mental problemalarda qanday qilib yordam berish mumkin, unga yangi programma tashkil qilish uchun yordam berdik. Shu samolyot narxida turadigan o'sha apparatni bizga o'sha ancha arzonroqqa berishdi. Inshaalloh o'sha kredit olib bu narsani yo'lga qo'ydik. O'ylaymanki, shu mana yangi texnologiya orqali sizda ilgari masalan gipnozda ham hal bo'lmaydigan o'sha ko'p seksual patologiyalarni davolash o'sha texnologiyalar ishlamagan holatda bu hozirgi kunda Amerikadagi o'sha maqolalardan ko'rinyaptiki, eng yaxshi yordam beradi deb. Maqsad shu dunyodagi eng zo'r texnologiyalarni O'zbekistonga olib kelish va shuni qo'llash va insonlarga maksimal darajada yordam berishdir. Demak, har bir xotin agarda oilada garmoniyali bo'lsa, bir-biriga qoniqib, bir-biriga tortilib, baxtli hayot kechiradigan bo'lsa, demak bizni davlatimizni yacheykasi, ya'ni o'sha asosi butun bo'ladi va davlatimiz ham kuchli bo'ladi. Shunga harakat qilamiz. Har bir oilada demak xotin o'zaro bir-birini sevib, sevilib yashash kerak va albatta shunga biz o'zimizni oilalarning baxtli bo'lishiga hissamizni qo'shib qolishimiz kerak deb o'ylayman. Har doim sizlarni baxtli bo'lishingiz uchun va tibbiy salomatligingizni oshirish uchun qo'limdan kelgan o'sha harakatni qilib sizlarga yordam berishga tayyorman. Xayr, salomat bo'linglar.